Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, Rasulimiz sallallohu alayhi va sallamning hayot yo'llari bizlar uchun ibrat va namunadir. Nabiyimiz alayhissalom vatanlari Makka-i Mukarramani yaxshi ko'rar, uni ardoqlar edilar. Nabiy alayhissalomning vatanlarga bo'lgan muhabbatlarini u zotga ilk bor Qur'on oyatlari nozil bo'lgan voqeadan ham bilib olsak bo'ladi. Tafsiloti uzun, qisqaroq qilib aytadigan bo'lsak, Nabiy alayhissalomga ilk bor Qur'on Hiro g'orida nozil bo'ldi. U zot Jibrilni ko'rdilar, qo'rqib ketdilar. Hadicha radhiyallohu anha onamiz oldilariga bordilar. Onamiz Rasulullohga tasalli berdilar, xotirjam qildilar va amakilari Varaqa ibn Nawfalning huzurlariga olib bordilar. Varaqa Nabiy alayhissalomni tingladilar va Ibn Ishoq rahimahullohning rivoyatida keladiki, Varaqa Nabiy sallallohu alayhi va sallamga la tukazzabanna, qavmingiz sizni yolg'onchiga chiqaradi. Va la tu'zayanna, qavmingiz sizga ozor beradi. Va la tukhrajanna, qavmingiz sizni haydab chiqaradi dedilar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Varaqani so'zlarini tinglar ekanlar. Qavmingiz sizni yolg'onchiga chiqaradi, qavmingiz sizga ozor beradi deganlarda indamadilar. Ammo qavmingiz sizni haydab chiqarib yuboradi deganlarda ava mukhrijiyahum, qavmi meni haydab chiqaradimi dedilar. Ya'ni Nabiy sallallohu alayhi va sallamga bu gap juda ham og'ir kelgan. U zot Makka-i Mukarramadan tashqarida, Makkadan ayro holatda vatanni tashlab chiqib ketish Rasulullohga alam bo'lgan. Rasululloh buni qabul qila olmaganlar, shu sababli savol berganlar. Bu Nabiy sallallohu alayhi va sallamning vatanlarini yaxshi ko'rganliklarini ko'rsatadi. Haqiqatda shunday bo'ldi ham. Nabiy sallallohu alayhi va sallam nubuvvatda 13-yilida Makka-i Mukarramadan chiqib ketishga majbur bo'ldilar. Chiqib ketar ekanlar. Qasamki dedilar: "Ey Makka, Allohning nazdida eng mahbub shaharsan. Agar qavmim meni sendan haydab chiqarmaganlarda men seni tashlab ketmagan bo'lardim" dedilar. Qarang, Nabiy sallallohu alayhi va sallam Makkadan ayro yashashlikni xohlamayaptilar. Vatanlarini yaxshi ko'ryaptilar. Biz ham Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan ibrat olib, vatanimizni yaxshi ko'rishimiz, vatanimizni tinchligi, taraqqiyoti yo'lida harakat qilishimiz, uning islohi, uning obodligi yo'lida sa'y harakat qilishimiz lozim bo'ladi. Alloh yurtimizni tinch qilsin, farovonligini ziyoda aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.